Assalomu alaykum barchaga. Singlimiz Sabrinaxon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Videoni to'liq ko'rsangiz, bu haqda batafsil aytib o'taman. Kopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Uje bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Marat Xayrullayevga biza telefon orqali ham bog'lanmoqchi bo'ldik. Sabrinani telefon to'liq qora ro'yxatga kiritib qo'yilgan. Marat Xayrullayevich bilan bog'lanish hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular prosta internetda mashhurlikka erishish uchun yoki qandaydir nimadir o'zini ko'rsatish uchun qilingan PR hisoblanadi bu. Unga hech qanaqa uy taqdim qilinmagan bugungi kunda ham. O'zi voqea quyidagicha bo'lgan. O'sha bundan bir necha oy avval, bir oydan sal oshdi adashmasam, internet tarmoqlarida aynan shu qizimizga doir videolar tarqaldi va o'sha klip jarayonida baxtsiz hodisaga uchragan ekanlar. Yaqin bir do'stimiz, bloger do'stimiz moskvalik Iskandar aka orqali men aloqaga chiqdim va yordam berish niyatida ekanligimni aytib o'tdim. O'sha paytda ular Turkiyada ekan, ya'ni o'sha singlimiz Turkiyada paytda biz bog'landik va Telegram orqali men Sabrinaxonga yozib qo'ydim, O'zbekistonga qaytib kelganingizda aloqaga chiqing deb. Oradan biroz vaqt o'tdi va ular O'zbekistonga qaytib keldilar, adashmasam bir haftacha oldin. Va menga Telegram tarmog'i orqali yozdilar, assalomu alaykum deb. Keyin men iltimos qildim, pasport kopiyangizni tashlab bering deb. Men pastda ilova qilib ketaman skrinshotini. O'zi bunaqa masalalarga umuman toqatim yo'q va aslida xonadonni berish jarayonini ham biz sir saqlagan edik, chunki o'zi shunaqangi teatrlarga, PRlarga toqatim yo'q, lekin hozir majburman, ko'pchilik noto'g'ri tushunganligi uchun izoh berib o'tishga. Xullas, qaytib kelganlaridan so'ng menga pasport kopiyalarini Telegram tarmog'i orqali yubordilar. Lekin o'sha paytda 10-sana edi, 10, 11, 12 kunlarida bizda aksiya e'lon qilgan edik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 3 kun juda ham band bo'ldim va o'sha 3 kun ichida o'sha birinchi kun ular pasport yuborgan ekanlar. Keyin men bir kundan keyin o'qidim. Aybim shu, bir kundan keyin o'qidim va bir kundan keyin o'qiganimdan keyin ularning telefon raqamlari yo'qligi uchun iltimos qildim, O'zbekistondagi telefon raqamingizni bering, chunki sotuv bo'limi xodimlari aloqaga chiqadi degan maqsadda. Shu savolni berganimdan keyin menga javoban advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa advokatim orqali chiqing